Assalomu alaykum. Bugun magnit muolajasiga navbatdagi muolajani olish uchun klientimiz kelgan. Ko'rdingizmi? Ko'zini yopib turganda o'sha bunga ochyapti. Ko'rdingizmi? O'shalar ham sistemalarga kiradi, kasallikka kiradi. Tushundingizmi, mamasha? Hozir qanday natijalar kuzatilyapti? Aytingchi. Bolalarga qo'shilib o'ynayapti dedingiz, to'g'rimi? Bolalarga qo'shilyapti. Ha. Nutqida nima o'zgarishlar bo'lyapti? Sonlarni o'ngacha aytyapti. Bu yerda bu klientimizda onajonisi uyda ham rosa mashg'ulot o'tkazadilar. Faqat TMSga qarab qolmasdan. Hayvonlarni aytyapti. Sabzavotlardan 6 ta sabzavotlarni aytyapti. Bolalarga qo'shilib o'ynayapti. Hozir lekin garshok yo'q. Garshokka nima qilmayapti? Bu bolachamizga pelvik TMS ham qo'yamiz. Mana shu garshokka o'tirib o'zi hojat qilish uchun pelvik TMS ham qo'yiladi. Bas bo'lsa, ozgina bo'lsa ham natija bor.